hech qachon bir chiqib turib uzr bu yeb qo'ydim demaysizlar. Faqat xalqni vinovat qilasizlar. Faqat biro ig'vodor, biro da'vogar gapirgan odam esidan chiqib ketadi. Voy baraka topganlar. Bilmasdan o'siraman deb suyuq chichib qo'ydim deb qachon aytar ekansizlar? Qachon ekan? Yana chiqib birovni ayblaydi daxiri. Ey baraka topgan. Aslo pushaymon emasman. Xato qilmadim, mas qildim deb faqat o'zini maqtaydi. Opa, 1717-813 ga kirdingiz. O'sha Klimix boshlangan, tushunamiz. O'sha ancha yoshingiz o'tdi, dinozavrlar davridan beri qo'shiq aytasiz. Tushunamiz, lekin uzr ham so'rab chiqishni bilish kerak joyingizda. Aynan qachongacha birovlar aybdor qilasizlar? Bir uzr bilan gap bitadi-da. Bu sizning konsertingiz emas, bu Instagram olami. Konsertingizda, "Ey, zalga svetni ber, tur, qaysing gapirding? Tur chiqib ket. Tur!" deb aytolmaysiz bu yerda. Bu yerda hamma kommentariy yosh huquqiga ega. O'zbekiston demokratik davlat, hammaning huquqlari bor. Hamma o'z fikrini bildirishga, so'z erkinligi bor bizlarda. Jurnalistikani o'z prezidentimiz qo'llab-quvvatlayapti. Mirziyoyeva qo'llab-quvvatlayapti. Aytdingiz-ku, Mirziyoyevni qizimi deb yuborardingiz-ku prezidentni. Bemalol qo'rqmang. Saydaga tashab qo'yganman tepani, Saydaga menga o'xshaydi deb yuborardingiz-ku. Ochchi borasiz, opa, chichi borasiz.